o'ng tomon suyagida bemorimizda kista, kattagina mana ko'radigan bo'lsangiz kista. Nimaga bu kista aniqlanib qoldi? Bemorimiz shikoyat qilib keldi. Bosganimda og'riq, oqsab qolganiga shikoyat qilib keldi. Ko'radigan bo'lsak, rentgen qilib ko'rganimizda mana bu yerda tovonda shunaqa kattagina shish ko'rdik. Og'rishiga sabab bitta o'simta tovan suyagiga o'sib, suyakda yemirib, kortikal suyakda qalinligi anaqa yo'qolgan, kuchini yo'qotgan. Shuni hisobiga suyak yupqa bo'lib qolgan. Shuni hisobiga sinishga kelib qolgan suyak. Sinadigan holatda og'riq bo'ldi. Shuning uchun aniqlanib qolindi. Hozir qiladigan ishimiz tovon suyagi kistasini tozalab, uni o'rniga boldir suyagidan altokost olib, suyak olib qo'yamiz. Kichkina boldir suyagimizdan olgan suyagimizni nima bo'lishi? Haraxalab suyak tozalangan joyga ekiladi. Navbatdagi operatsiyamizni ham yakunlab oldik. Yakuni tovon suyagida shu kistani oldik. Kistada qon aralash makrotruflar olindi. Boldir suyagidan olib bizga qoqildi. Ustunlar paydo bo'ldi. Xudo xolasa 2 oy, 3 oyda bu suyaklar o'zidan qo'yilgan suyaklar o'ziga suyak bo'ladi. Juda bosib yurishadi xudo xolasa. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar.